Qizlar obzor davom ettiramiz. Navbatdagi narsalarimiz bular mana Anjo brendidan shunaqa goldlik nabor kelgan. Buni essensiyasi bor. Hozir ampulasini ham ko'rsataman qizlar. Rosa ham zo'r narsa bu. Byudjetli narsa qidirganlar uchun ham arzon, ham sifatli rosa zo'r. Tarkibida 24 karatli oltin ekstraktlari bor. Qarishga qarshi, oziqlantirishga qarshi rosa ham zo'r kurashib beradi. 30+ tavsiya qilaman 30 yoshdan yuqori bo'lganlar uchun ishlatishga. Buni tarkibi rosa ham boy qizlar. Tarkibida shu qarish bilan, qarish jarayoni bilan kurashadigan moddalar rosa ham ko'p. Vitamin E bor, adelazin bor, rosa ham zo'r narsalar bor tarkibida. Keyin buni baza o'rnida ishlatsalaring ham bo'ladi, chunki essensiya tonerdan sal quyuqroq variant bo'ladi. Bemalol 2 mahal ishlatsangiz ham, ertalab kechqurun ishlatsangiz ham bo'laveradi, baza sifatida foydalansangiz ham bo'laveradi, ob'yomi ham katta. Xuddi shu brendni mana ampulasi ham kelgan. Nabor holatda olib ishlataman desangiz ham zo'r narsa. Ampulasini ham 2 mahal ishlatsangiz bo'laveradi, krem o'rnida ishlatsangiz ham bo'ladi. Juda ham quyuq, tarkibida mana bunaqa oltin ekstraktlari bor. Rosa ham zo'r, mana 99% sof o'sha oltin ekstraktlari bilan bezatilgan deb yozilgan. Ajin uchun zo'r ishlaydi. Mana kremi ham bor. Xuddi shu brendniki. Kremi ham rosa zo'r, quyuqligi ham, teksturasi ham, yuzda ishlab berishi ham rosa zo'r kelgan. Tavsiya qilaman qizlar. Bu yangilik, hali sotmaganmiz bunaqa narsa. Keyin mana Luxtray'dan green tea'li, ya'ni yashil choyli krem kelgan. Bu Koreyani o'zida ham rosa sevib ishlatiladigan brendlardan biri qizlar. Ob'yomi rosa katta. Mana ob'yomi, vitamin C ligini ochganman. Mana ob'yomi juda ham katta qizlar, ancha ketadi sizlarga. Buni ko'k choyligidan kelgan, vitamin C ligidan kelgan. Ya'ni yuzda xiralashlar yo'qolgan qizlar bo'lsa, dog'larni ochartirmoqchi bo'lgan qizlar bo'lsa, zo'r tushadi. Keyin xuddi shuni kollagenlik versiyasi kelgan mana. 30+ 30dan yoshdan yuqori bo'lgan qizlarga tavsiya qilaman. Chuqur namlantirib beradi, shu bilan shug'ullanadi qizlar. Undan keyin mana Pink Skin'dan niacinamid plus arbutinli essensiya zakaz qilingan qizlar. Rosa ham zo'r, chunki 80% sitrusoviy suvlar bilan bezatilgan. Agar sitruska allergiyangiz bo'lsa tavsiya qilmayman. Yuzingizda dog' bo'ladigan bo'lsa, xiraliklar, aknedan qolgan dog'lar bo'ladigan bo'lsa, rosa ham zo'r ochartirib berishga ishlaydi tarkibida, chunki niacinamid plus arbutin bor. Arbutin ham juda ham kuchli shug'ullanadi dog' bilan. Ko'pchilik Anua brendini tavsiya qilsam qimmatsirashadi. Mana sizga arzonroq, byudjetliroq variant topib qo'ydim. Ob'yomi ham katta qizlar, 50 ml. Odatda bunaqalar 30 ml bo'ladi. Xuddi shu brendni mana bu yerda mana bunaqa glow effekt beradigani ham bor. Niacinamid plus trenoxamid. Bu bundan ham kuchliroq ishlaydi, ya'ni arbutindan ham kuchliroq ishlaydigan tarkibi bor. Yuzda o'ta quritib yormaydi, faqat o'sha dog'lar bilan, aknedan qolgan narsalar bilan shug'ullanadi. Rosa ham zo'r narsa qizlar, olib ishlatinglar, tavsiya qilaman. Buni albatta ishlatgandan keyin ikkalasidan bittasini ishlatadigan bo'lsangiz, albatta bu bilan oziqlantiruvchi krem ishlatishingizni tavsiya qilaman. Sababi ikkalasining ham tarkibidagi niacinamid terini quritadi. Baryerga shikast yetkazmasligi uchun albatta oziqlantiruvchi krem bilan ishlatishingizni tavsiya qilaman. Keyingi brendimiz mana Goodle'dan. Bu safar boshqacharoq multikli variantlari bilan keldi. Vitaseli. Buni juda ko'p klientkalarim bilishadi, sababi dog' bilan kuchli ishlab beradigan narsa. Mana shu yashil mandarin tarkibida 74% tashkil etadi. Ya'ni o'sha dog'ni ochartirishga, yuzga glow effekt berishga ishlab beradi. Qizlar rosa ham zo'r. Men tavsiya qilaman, olib ishlatib ko'ringlar. Buni xuddi shu brendda bunaqa kremi ham bor. Oldin boshqacharoq upakovkada kelgan, bu safar upakovkasi yangilangan qizlar. Rosa ham zo'r ishlab beradi tarkibidagi mana shu mandarin. Dog'larni ochartirishga, aknedan qolgan dog'lar bo'ladimi yoki sepkillar bo'ladimi, yuzingizdagi xiralashlar bo'ladimi, hammasini rosa zo'r olib beradi. Sifatli brend, koreyslarda o'zi ham bajonidil ishlatadigan brendlardan biri. Undan keyingisi Anjo'dan yana bitta shunaqa Pure Milk degan kremimiz kelgan qizlar. Bular ham dog' bilan ishlab beradigan krem, whitening. Yuzida yengil dog'lar bo'ladigan qizlar bo'lsa, lekin yillik dog'lar bo'lsa, kurashib bera olmaydi. Yengil tushgan dog'lar bo'ladigan bo'lsa, yangi dog'lar bo'ladigan bo'lsa, zo'r ishlab beradi, chunki professional kompleks bor tarkibida, lekin kuchli dog'larga kuchi yetmaydi buni. Uning uchun mana bunaqa Goodle'dan tavsiya qilaman qizlar, yoki Anua bo'lishi mumkin.
Undan keyingisi Dr. G meni eng sevimli brendlarimdan biri. Rosa ham yaxshi ko'raman bu brendni narsalarini. Chunki yuzim yog'li qizlar, ugriga moyil, tez ugri chiqadi yuzimga. Mana shu kremni ishlatganimdan beri mana shu muammodan men butkul xalos bo'ldim. Oldin ozgina semichka chaqsam yoki yelli narsa yesam, darrov yuzimga ugri chiqardi. Mana shu Dr. Blemish kremini ishlatishdan boshlaganimdan beri bunaqa muammolardan qutuldim. Haqiqatan yuzingizdagi nimani, ugrilarni kontrol qilib beradi qizlar. Antibakterial xususiyati bor. Yog'ni kontrol qiladi, balansini zo'r ishlab beradi. Haqiqatan tavsiya qilaman qizlar. Yuzingiz yog'li bo'lsa, ugriga moyil bo'ladigan bo'lsa, qizarishga moyil bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilaman. Rosa ham zo'r effekt beradi. Olganlardan yaxshi odzivlar olaman har doim. Lagomdan keldi mana Aqualand serumi keldi. Bu ham quruq yuzlar uchun ideal variant, ideal. Shunaqangi yuzingizni yaltillatib rosa zo'r qilib qo'yadi. Tarkibi rosa ham boy, qizlar haligi nima deydi, har xil allergiya bermaydi, reaksiya bermaydi. Yuzingiz mazza qiladi. Shunaqa yuzda terapiya bo'ladiki, mana bunaqa serumi 2 mahal ishlatsangiz ham bo'laveradi. Kremonida ham, serumida ham ishlatsangiz bo'laveradi. Mana bunaqa yengil varianti ham kelgan. Mild moisture kremi bor, ya'ni yumshoq namlantirib beruvchi krem. Buni quruq yuzlarga ham, yog'li yuzlarga ham tavsiya qilaman. Rosa zo'r ishlaydi qizlar, dozatorlik. Rosa ko'p sotaman bundan. Har oy, har zakazda albatta lagom bo'lishi kerak. Juda ham o'rgangan klientkalar bunga. Makiyajlar bilan yaxshi chiqishadi qizlar. Urushib qolmaydi makiyajlar bilan. Rosa ham zo'r narsa. Olib ishlatsanglar, pulinglarga afsuslanmaysizlar. Anuadan bu safar boshqacha upakovkadagisi keldi, lekin ichidagi tarkib shisha bir xil. Faqat upakovkasi boshqacharoq kelgan, olivayni olinganligi uchun. Qizlar, bu ham niacinamid plus teksa bor tarkibida. Dog', aknedan qolgan nimalar bilan, aknedan qolgan dog'lar, izlar bilan rosa ham zo'r ishlab beradi. Anuani ko'pchilik olgandan keyin aytishadi, surtgandan keyin yuzimni qizdiradi deb. O'zi tarkibi shunaqa qizlar. Ishlashni boshlaganini bildiradi u. Yuzingizda o'sha 2-3 daqiqagacha, ba'zida 5 daqiqagacha qizish bo'ladi, jarayon bo'ladi. Ya'ni bu teriga singib ishlayotgan bo'ladi. Buni qo'rqinchli joyi yo'q. Bu o'tib ketadi birpasda. Ya'ni yuzingiz ancha yillik dog'lar bo'ladigan bo'lsa, kurashayotgan bo'lsangiz, qizlar tavsiya qilaman, olib ishlatib ko'ringlar. Bitta shishani o'zida muammo hal bo'lmaydi, lekin natijani ko'rasiz. Kamida 2 tadan yoki 3 ta shisha ishlatib ko'rishingiz kerak, Rossmann effekti olishingiz uchun. Lekin bitta shishadayoq natijani ko'rasiz. To'liq emas bu degan so'z. Buni ham albatta orqasidan namlantiruvchi krem bilan ishlatishingizni tavsiya qilaman, chunki yuzingiz baryerini quritib yubormasligi uchun. Bundan keldi qizlar. Endi yana obzorimiz bor, buni yana davom ettiramiz.